Chery avtomobillarni 5 yilga uzuni narxini bo'lib to'lash haqida bugungi videomizda batafsil ma'lumotlarni berib boramiz. Shuning uchun videomizni oxirigacha ko'rib, bitta like bosib ketasizlar degan umiddaman. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, Chery mashinalar bo'yicha juda ham katta yangiliklarni birinchilardan bo'lib YouTube o'zingizda chiqazib beradi. Ko'rib turgan mashinangiz Arizo 8 gibrid. Ushbu mashinamizning narxi 344 million 900 ming so'm. Tan narxidan 30% to'lov bilan rassrochkaga chiqarsak bo'ladi. 5 yillik rassrochkada faqatgina Arizo 6 Pro va Tigo 2 Pro avtomashinalarimiz 5 yillik rassrochkada chiqadi. Bundan tashqari Tigo 7 Pro mashinamizga ham 5 yilgacha uzun narxini bo'lib to'lash imkoniyatiga ega. 5 yillik foizsiz rassrochkalarimizda avtomobilni tan narxidan 20% ni to'lov qiladigan bo'lsangiz 1 yilga uzun narxida chiqadi. Agar siz tan narxidan 25% to'lov qiladigan bo'lsangiz mashinamizni 2 yilga chiqazib beramiz. 30% to'lov qilsangiz 30 oyga, 50% to'lov qilsangiz 3 yilga, 60% to'lov qiladigan bo'lsangiz 5 yilga uzun narxida hech qanday foizlarsiz chiqazib beramiz. Ushbu mashinamizga boshlang'ich to'lov 20% где-то 50-60 million so'm bilan uzun narxini bo'lib to'lashga chiqarsangiz bo'ladi. Bo'lib ham o'zingizning nomingizga rasmiylashtirib beramiz. Chery avtomobillar bo'yicha eng qiziqarli ma'lumotlarni faqat Chery Namangan YouTube profilidan topasizlar. Bunaqa imkoniyatlarni qo'ldan boy bermaslik kerak. Siz qaysi avtomobilga qiziqdingiz? Kommentariyada yozib keting. Shunchaki bitta like bosib, kommentariyada yozgan fikringiz uchun keyingi safargi videolarda albatta sizga video otchotlarni qilib tashlab beramiz. Ko'pchilikni qiziqtirgan Arizo 8 gibrid mashinamiz. E'tibor berasiz, juda ham chiroyli dizaynda chiqqan va podsvetkalari ham 64 xil yonadi. Keng salonlari, o'rindiqlar isitadi, sovutadi. Kattagina panorama tom. Arizo 8 gibrid mashinamiz 1464 km yurib beradi masofada. Mashinamiz ikkita elektr motorli bo'ladi. 1.5 turbina dvigatel bilan 360 ta oshiq ot kuchiga ega. Sizni ushbu mashinalarimiz qiziqtirgan bo'lsa, avtosalonimizga kelib tezroq ko'rsangiz ham bo'ladi. Ya'ni haydab shahar ichida haydab ko'rib, mashinalar bilan to'liq ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Va 5 yillik rassrochkada ham xarid qilsangiz bo'ladi. Bunaqa imkoniyat faqat sizga Chery Namangan Instagram profillaridan ham topsangiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari 7 Pro mashinamiz oylik to'lovi 2300 ming so'mdan chiqadi. Agar siz 5 yillik rassrochkada olsangiz 60% ni to'lov qilib. Bundan tashqari propani ham bonus. Bu tarafda kichkinagina mashinachamiz Tigo 2 Pro 2025-yilda eng ko'p prodajaga ega bo'lgan Tigo 2 Pro mashinamiz. Juda ham chiroyli dizaynda chiqqan, hamma podsvetkalari mavjud. Xullas, sizlarni avtomobillar qiziqtirgan bo'lsa, avtosalonimizga kelib to'liq ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Bizning manzilimiz Namangan shahar, Do'stlik bozor, Promzonaning yo'lida joylashganmiz. Hammani avtosalonni kutib qolamiz. Pastda nomerlar qoldirganman, telefon qilib to'liq ma'lumotlarni olsangiz ham bo'ladi. Har bir xaridor uchun ajratilgan maxsus taklifdagi bonuslarimiz ham mavjud.